Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun 1-fevral Hazorasp tumaniga tashrif buyurdik. Ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib, katta tezlikda harakatlanib, Hazorasp tuman aholisini tinchini buzib, yo'l bezorisi qoidabuzarliklarini sodir qilgan va ular ushbu jarayonlarni video tasvirga olib, o'zlarining ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylashtirib, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Bugun Hazorasp tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan nazorat reyd tadbirlari davomida ushbu Cobalt rusumli avtomashina va ushbu Cobalt rusumli avtomashinani boshqargan haydovchilarning shaxsiga oydinlik kiritildi. O'rganishlar davomida buni qarangki, ushbu Cobalt rusumli avtomashinani kechqurunlari davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib, katta tezlikda harakatlanib yurgan haydovchilar 2009-yilda tug'ilgan o'smir yoshlar ekanligi aniqlandi. Belgilangan tartibda ushbu voyaga yetmagan shaxslarning ota-onalari chaqirtirilib, ota-onalariga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda va ushbu voyaga yetmagan yoshlarning avtomashina boshqarishiga yo'l qo'yib bergan avtomashina egasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ota-onalar bilan va o'quvchi yoshlar bilan profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. 90R061ZA davlat raqam belgili avtomashina siznikimi? Ha, meniki. Bu o'g'lingizni Hazorasp tumanlarida tungi vaqtlarda davlat raqam belgilarini yechib, o'zboshimchalik bilan katta tezlikda harakatlanib yurganda sizni xabaringiz bormadi? Yo'q, xabarim bo'lmagan, bilmagan. Nima deding? Bilmadim. Bundan keyin o'z nazoratim olaman, qaytib takrorlanmaydi. Farzandimga mashina bermayman, umuman qo'ldan mashina mindirmayman. Yine hozir ko'rib tursiz, avtomashinani nechik tarzda boshqarganligini video tasvirlarini ko'rdingiz, to'g'rimi? Ko'rdim. Boshqa ota-onalarga nima deb tavsiya berasiz? Boshqa ota-onalar shu farzandini nazorat etib borishini so'rayman. Farzandimga mashina boshqarishini yo'l qo'ymayman. Hammadan uzr so'rayman. Yine hozir belgilangan tartibda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtomashina boshqarishini yo'l qo'yib berganingiz uchun hamda aniqlik keltirishicha, yine o'rtog'ini o'zi ham ushbu mashinani katta tezlikda boshqarganligi aniqlandi. Ikkita holatda ham sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ya'ni haydovchilik huquqi bo'lmagan shaxslar avtomashina boshqarishini yo'l qo'yib berganingiz uchun. Tushunarli? Bundan keyin farzandingizni o'z nazoratingizga olasiz va umuman avtomashina boshqarishini yo'l qo'yib bermang. Yaxshimi? Aynan ushbu voyaga yetmaganlar tomonidan avtomashina boshqarilishi oqibatida viloyatimizda og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turibdi. Tuproqqal'a tumani kasb-hunar kollejini 1-kurs talabasisiz. Ha. Ushbu avtomashinani boshqardingizmi? Ha. Nima sababda tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasiz ham davlat raqam belgilarini yechib boshqardingiz? Kamera tushmaslik uchun, yo'l patrul xizmatlari topmaslik uchun men. Baribir topildingizmi? Ha. Yine hozir sizda tajriba yo'q, haydovchilik guvohnomasi yo'q, to'g'rimi? Og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir qilsangiz, yo birovni bir tan jarohati yetirib qo'ysangiz nechik bo'ladi? Kechirim so'raman, boshqa mashina haydaman, boshqa jo'ramlar ham haydamasin. Aytgan ishimdan pushaymonman. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtomashina boshqarmang, yaxshimi? Hazorasp tumani 13-son umumiy o'rta ta'lim maktabini 9-sinf o'quvchisisiz. Ha. Ushbu avtomashinani nima sababdan boshqardingiz? Haydovchilik guvohnomangiz bo'lmasa? Sho'xlik aytib qo'yib. Qaytib takrorlanmaydi. Sho'xlik aytganingiz sizga og'irlik keltirishi mumkinmidi? Ha. Kimdirning bir hayotini zamon bo'lsangiz yoki bo'lmasam kimningdir biri bilan nogiron bo'lib qolishina sababchi bo'lsangiz mumkinmidi? Ha. Nima sababdan boshqardingiz unda? Jo'ram bilan yoshlik aytdik, bizlari yo'l patrul xizmat xodimlari topolmaydi deb o'yladik, topdilar. Aytgan ishimdan pushaymonman, qaytib takrorlanmaydi. Yine belgilangan tartibda otangizga nisbatan chora ko'rildi, lekin o'zingiz xulosa chiqarishingiz kerak, avtomashina boshqarmang bundan keyin, yaxshimi? Guvohi bo'lib tursiz, o'g'lingizni birovning avtomashinasini tungi vaqtlarda katta tezlikda harakatlanganligi videosini o'zingizga namoyish qilib berdik, o'zingiz ko'rdingiz. Shu holatga bir izoh bering, nima sabab bo'ldi shu holatlar bo'lishidan? Men o'zim mashina ustosiman. Mashina boshqarishdan oldin eng birinchi o'rinda odamga irodaga aytgan, irodasi kuchli bo'lishi kerak. U kuvri provilarini bilaman, rul tutmoqni bilaman degan bilan mashina o'z-o'zidan yurmaydi, to'g'risi.
o'qigan vaqtında shu narsalar his qildirish uchun kecha qarab 3 oy 6 oy o'qitilmaydi. Kimingdir mashinani haydash uchun u hech kim ko'payib ko'rgani yo'q. Uning uchun eng kamida prova kerak. Keyin tajriba kerak, kamida 1 oy 2 oy. O'zim bolam misolida, boshqa bir ota-onalari misolida mana shu narsani taklif ham etib qolaman, iltimos ham etib qolaman. Bolalari o'zingizni farzandingiz bir tursin, biror farzandini ham mashin bermang. Bolangizni hayoti o'zi uchun kerak, siz uchun kerak. Balama yaxshi ko'ndiman degan bilan necha odamning hayotidan zavol bo'lishi mumkin. Lekin men bu televideniyega chiqishi doğrusu tasavvur etmedim. Çünkü ben balama yaxshi tarbiya berib o'tirman deb o'yladim, lekin kejalari doğrusu shu narsani amalga oshiribdilar. Bular endi sho'xlik etdi, yoshlik etdi. Sizlarga ham rahmat, shu hayotda shu o'zini yo'lini topishsa, sizga kerak bo'lsa, bir sababchi bo'lib tursalar, bundan keyin shu takrorlanadigan bo'lsa, bundan kuchli choralarga ko'rishingizga roziman. Shuning uchun hamma ota-onalarga tavsiya etib qolaman, bermanglar bolalarga. Kichkina bolalarga provasi bo'lmayincha mashin bermanglar, iltimos sizlardan. Farzandingizni avtomashina boshqarganlik holatida o'zingizni qanchalik aybdor his qilasiz? Ben 100% yaptak tuttum. Sebebi ben yoshligimdan şu ishonganman doğrusu. Texnikanın içinde yurtdu, hamma narsaga ishonadi, lekin men bir kimningdir mashinani haydab shu darajaga yetib bir ko'chada bir o'zini ko'rsatadi deb o'ylamayman doğrusu. Lekin mana bu maktab saboq bo'ldi. 10 yildan birga ochilmagan buni. Kerak bo'lsa o'zimdan katta yoshdagi kimgadir zarar deyish mumkin. Kichkina yoshdagi, lekin bu hayotda afsuslanmasdan eldin shu tushunishi kerak deb o'ylayman men shu narsani. Takrorlanmasligini bu sizlarning aytib turgan ishlaringiz hammasi 100% to'g'ri narsa. Siz o'zingiz kimningdir hayotini qutqarib qolishga sababchi bo'lib turibsiz, doğrusu. Rahmat sizlarga. Shu o'rinda barcha ota-onalarimizni yana bir bor ogohlikka chaqiramiz. Voyaga yetmagan farzandlaringizni doimiy ravishda nazorat qilib borishlaringizni, ularni avtomashina boshqarishiga aslo yo'l qo'yib bermasliklaringizni so'rab qolamiz. Zero unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.